Bu narsani qilish uchun baribir birinchi odam qabul qilish kerakda bu narsani. Ya'ni siz ham bu narsaga bugun kelmadingiz-ku, ya'ni yillab o'zingiz bilan искренний anaqa qilasizda, o'zingizga o'zingiz aytasiz, menga mana bu joyda bo'lish yoqmayapti. Meni energiyam olyapti, men bu odamlar bilan gaplashgim kelmayapti. Lekin bu odamlardan men ko'p manfaat topsam bo'ladi, ya'ni pul topsam bo'ladi, boshqa narsa, lekin menga energiyamga to'g'ri kelmayapti. Siz shu narsani tanlab olsizki, menga bu pul ham kerak emas, undan anaqa qanaqadir rezultat ham kerak emas, men ular bilan bo'lmayman, chunki meni energiyam men uchun важныйroq. Ya'ni bu energiya narsasi, ya'ni qabul qilishi hayotingizda prioritet qo'yishda. Ya'ni siz o'zingiz hayotingiz prioritetingiz hozir bilyapsizki, что men o'zim xotirjam bo'lishim kerak, energiyam ko'p bo'lishi kerak, tam olg'a ketishim kerak. Bu narsa uchun energiya kerak deyapsiz. Bu meni fikrimcha juda ham O'zbekistonda juda ham kam bunaqa. Shuni boshqa tilda talqinda aytib beraman. Tinchlikni qadri tinchlik ketgandan keyin qadrlanadi. Vaqt qadri, sog'liqni qadri, yana halovatni, xotirjam. Buni yo'qotmaguncha bilmaydi. Menga aytsangiz ham bilmaydi. Mimo o'sha geografiya muhim degandek, что geografiya, что geometriya, что energiya degadi. Chunki u paka bor. Yedingisini qachon qadrlaymiz? Ko'zimiz oldida otamiz onkologimiz voy nima bo'ldi desa, men buni o'g'rima check-up qilmabdilar desa, qolganlarimiz yugurib borib check-up qilamiz. Kimdir hayot yaxshi o'rgatadi, qimmat oladi. Kimdir ko'zimiz oldida bitta radar kuchsa, kimdir radardan ehtiyot bo'lamiz. Svetoforda qayrilganda gayga tushsa, undan ehtiyot bo'lamiz. Yamaga tushsa, ehtiyot bo'lamiz. Yoki mana kimdir X-betda tushsa, X-betdan ogoh bo'lamiz. Kimdir narkotikka kirib ketsa, ogoh bo'lamiz. Bugun ko'zimiz oldida pachka odamlar yiqilaversa, energiya yo'qligidan. Nimadan yiqilishyapti dedi. Energiyani yo'qotgandan tuppa-tuz odam edi-yu. Masalan, farqi yo'q. Men ko'rganman deb hozir qora akamlar ham bizga o'xshab avjiga chiqib, keyin energiya ketgan paytini kuzatganmiz. Biz 18 yosh edik. Biz mana hozir 46-47 yoshda, biz men 18 yoshda qora kamyonlarda volontyor bo'lganda, ular eng hozir bizga o'xshab avjida edilar. Voy trendda, boshqada. Lekin o'shalar ham o'tib ketishdi. Bizlarni ham kutyapti-da o'sha narsa. O'shaning uchun uni his qilish kerak, chunki u resursni to'g'ri boshqarsak 65 gacha borarmiz. To'g'ri boshqarmasak balki 50 yo 55 ta fail bo'lsa, o'sha bola chaqamiz uchun kerak biz. O'shaning uchun o'sha his qilishimiz kerak. Buni yo yiqitib signal berdi. U signal o'zidan o'zi emas, kasal bo'lishi, signal o'zidan o'zi emas, oiladagi janjallar, signal o'zidan o'zi emas, pulingizni boshqara olmayotgan. Qaysidir urokka qabul qilmagunimiz uchun urok berilaveradi. Любой ko'nglimiz to'lmagan holat hammasi bizga urok, signal, o'shaning javobini qidirishimiz kerak. Isitma bo'lsa boramiz doktorga. Xuddi shunga o'xshagan boshqa uroklarning javobini olish uchun. Endi unaqa bormaslik uchun mana shunga o'xshagan otalar so'zida hayot. Bizga o'xshaganlardan ko'rib nima deyapti? Ham aqlli yoki o'zim havas qilgan odam bir narsaga alohida e'tibor qaratdi. Oldini olishim kerak deymiz. Shuning uchun mana beparvo bo'lganimiz uchun nima bo'ladi? Lekin o'shani disiplina qilsak yana joyga olib kelamiz. U energiyamizga ijobiy ta'sir qiladi. Bu hammasi disiplina yoki asosnamanisiga bog'liq. Baribir tugaydigan resurs-da. Tugaydi, eng qimmat resurs. Buni mana hozir siz anaqa qildingiz, misol berdingiz. Bizni boshqa odamlarda bo'lsa ham unaqa ko'p qaramaymiz, ya'ni tanishlarimiz bo'lsa, bu men bilan bo'lmaydi, verayatность kamroq deb hisoblaymiz. Bizga, o'zimizga teganda, bizga, oilamizga bo'lganda, biz o'sha narsani katta xato deb bo'lsa his qilamiz. O'shandagina katta o'zgarishlar bo'ladi-da. Yoki mana bunaqa podkastlardan o'zimiz havas qilgan inson alohida aytsa, e'tibor qaratamiz. Opinion leader, celebrity. Da, to'ppa to'g'ri aytasiz. Men qo'shilaman 100%.